Anita Basnet to'pni burchakka o'rnatdi. Burchak zarbasini amalga oshiradi Anita. Ammo bosh hakam hali ruxsat bergani yo'q. To'xtatdi haydamiga. Tayyorgarlik ko'rib. Mana endi yuqoridan uzatma amalga oshirilyapti. Birinchi gol. Mana endi yuqoridan uzatma amalga oshirilyapti. Birinchi gol do'stlar. Hisob ochildi. 7-daqiqaga kelib Nepal terma jamoasi burchak zarbasidan so'ng gol urdi. Standartlarga urg'u beryapti. Himoyaga yuklama juda ham ko'p. Yana bir hujum deb topildi mana shu vaziyatda. 10-raqamdagi Rashmik Umar Gisi yiqitildi jarima maydoniga kirgan chog'ida. Umari Gisi hujumchi, markaziy hujumchi, lekin ruxsat berildi. Zarba yo'llandi. 5-0. Gitarana gol muallifi. 10-raqamlik ko'ringan